Assalomu alaykum do'stlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya tashqi ishlar muxtor elchisini chaqirdi va Rossiyada bo'lib yurgan o'zbekistonlik yurtdoshlarning reydlar davomida huquqlari, qonunlari va o'sha insoniylik tarafdan har xil voqea hodisalar yuz berayotgani munosabati bilan tushuntirishlar va o'rtada muzokaralar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev, Rossiya Federatsiyasi va O'zbekistondagi favqulodda muxtor elchisi Aleksey Yerxov bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida tomonlar Rossiya Federatsiyasi hududida mehnat faoliyati olib borayotgan O'zbekiston fuqarolarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga oid dolzarb masalani batafsil muhokama qildilar. Shu Rossiyada ishlab yurganlarda reyd davomida urushlari, kamsitishlari, har xil voqealar bo'ladi-ku, shu narsalarni. Muhokamalarda O'zbekiston tomonidan Rossiya Federatsiyasining hududlarida faoliyat yuritayotgan O'zbekiston Respublikasi bosh konsulliklari ishtirok etdi. Bu esa o'sha joylardagi amaliy ish tajribasi inobatga olgan holda ko'tarilgan masalani aniq va atroflicha ko'rib chiqish masalasi imkoni berildi. Rossiya tomonidan esa diplomatik vakolatxonaning konsullik bo'limi rahbariyati migratsiya masalalari bo'yicha mas'ul xodimlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi o'sha xodimlar ham qatnashgan. O'zbekiston tomoni migratsiya tekshiruvlarini reyd tadbirlari o'tkazilayotgan jarayonda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining Rossiyada ishlab turgan paytda ham qonunga rioya qilayotgan, ham migratsiya qoidalarini buzgan fuqarolarni ham va insoniy qadr-qimmatini kamsitishning har qanday shakliga yo'l qo'ymasligi prinsipial ahamiyatga ekanligini so'radi. Ya'ni O'zbekiston fuqarolarining reyd davomida ko'pchilik videolarni ko'ryapmiz. Yotqizib, bo'yni tavlab, qo'llarni orqaga qilib, devorlarga qo'llarini yopishtirib qo'yib, har xil tekshiruvlar o'tkazilyapti. Mana shu narsa insonni qadr-qimmatini, sha'nini kamsitish sifatida baholanyapti va ushbu voqealar yuzasidan muzokaralar bo'ldi. Uchrashuv tomonlarning migratsiya jarayonlari tartibga solish, shuningdek Rossiya Federatsiyasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining qonuniy mehnat faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan pragmatik va o'zaro hurmatga asoslangan. Ya'ni o'zaro hurmatga, ikki davlatning ham hurmati bu yerda albatta rol o'ynaydi. Bu fuqarolar ham bizga qilayotgan munosabatlar orqali. Shuningdek, tomonlar amaliy hamkorlikni doimiy ravishda takomillashtirish, hamkorlikni mustahkamlash maqsadida muntazam konsullik maqsadlashuvlari hamda ikki tomonlama uchrashuvlar tez-tez o'tkazilib turishini ta'kidladilar. O'ylaymizki, siz вообще sizlar qanday fikrdasizlar? Mana shunaqa O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsulliklar chaqirtirilib, mana shunaqa muzokaralar o'tkazilgandan keyin qanaqadir o'zgarish bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Reydlar davomida mana shu o'zbekistonliklarni kamsitishlari, qadr-qimmatlarini kamsitishlari, reydlar davomida jerkishlar, so'kishlar, har xil o'sha yerga yotqizadimi, qo'lini orqaga qiladimi, uradimi, o'lim holatlari ham kuzatilyapti. O'zbekiston fuqarolari reydlar davomida ehtiyotsizlik deb yozilyapti. Lekin aslida o'sha kim har xil tushunadi, balkim ehtiyotsizlikdir, balkim bu ataylab qilingandir, qanaqadir signaldir bo'lishi mumkin. U baribir bizga bo'lgan o'zbekistonliklarga, fuqarolarga bo'lgan qonuniymi, noqonuniy bo'ladimi, o'sha qadr-qimmati, sha'ni himoya qilinishi kerak va kamsitishga hech kim yo'l qo'ymaslik va ushbu shunaqa voqealar yuz bersa, mana shunaqa muzokaralar o'tkazib, tushuntirish ishlari olib borilishi bizga Rossiyada yurgan yurtdoshlarimizga qanaqadir foydasi tegadi deb o'ylaysizlarmi? Kommentariyada yozib qo'yinglar qani. Sizlarda qanaqa voqea bo'lgan? Reyd davomida o'zi qanaqa munosabatda bo'lishgan? Shu narsalarni ham yozib qo'yishlaringiz juda ham muhim bo'ladi do'stlar. Yangiliklar bo'lsa, Xudo xolsa yana yetkazamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. O'ylaymanki, bizga bo'lgan munosabatlari reyd davomida o'zgaradi deb. Salomat bo'linglar, yaxshi videolarda ko'rishguncha.